voy. Mavarayim kishlaymi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'rovdi. Taysonni fanat shekilli deb olib keldim. Xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Onangdan kirib oplading sen-chi? Oz bolalar yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illataman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yaqtib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamyon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul uzoq reklama ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinni qo'rqmaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharminda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman.